Ildiz chiqadigan joyini karnivinga botiramiz va ekib qo'yamiz. Bugun biz qora zamiya kulkisi vermikulitda qalamcha qilamiz, barglaridan ko'paytiramiz. Hozir birinchi o'rinda barglarini kesib olishimiz kerak. Mana biz 20 ta bargni kesib oldik. Albatta toza o'tkir pichoq bilan kesinglar. Mana shunaqa tekis qilib kesib olasizlar. Bunga o'xshab dumchasini qoldirish shart emas. Endi biz bu barglarimizni kamida 1 soat soya joyda quritishimiz kerak. Shu kesilgan joyi qurishi shart. Bu juda ham muhim. Oradan 1 soat o'tdi, kesgan joyimiz ancha quridi. Endi barglarimizni ekamiz. Qalamchi uchun vermikulitni har doim maydarog'ini ishlatinglar. Juda ham yirigi bo'lmaydi. Bargi biz 3 dan 1ni ekamiz yoki yarmigacha ekamiz. Ildiz chiqadigan joyini karnivinga nomiga botiramiz va ekib qo'yamiz. Aytganimdek 3 dan 1i tegida bo'lsa yetadi. Yoki yarmigacha tiqib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana yana bir marta ko'rsataman. Ildiz chiqadigan joyini karnivinga nomiga botiramiz va vermikulitga tiqib qo'yamiz. Mana 20 tasini bitta idishga ekib qo'ydik. Endi biz bularni obdon sug'orishimiz kerak. Tagidan suv chiqquncha yaxshilab sug'oringlar. Bu juda ham muhim. Mana qalamchalarimizni obdon sug'ordik, vermikulitni yaxshilab namladik va yarim teplichka qilib qo'ydik. Ya'ni salofan paketi ichiga solib qo'yamiz, faqat paketni bir tomoni ochiq turadi yoki tepasi ochiq tursin. Butunlay yopib qo'ymaylik. Bu yarim teplichkaning ichida qalamchalarimiz 7 kun, uzog'i 10 kun turishi kerak. Keyin chiqazib qo'yamiz. Sukulentli teplichkaning ichida uzoq payt turishi mumkin emas. Do'stlar, albatta bu qalamchalarimizni mana shunaqa yorug' soya joyda saqlaymiz, ustiga quyosh tushmasin va harorat +18, +25 bo'lsa zo'r bo'ladi. Do'stlar, albatta kanalimizga obuna bo'linglar. Xudo xolisa men sizlarga natijalarini ko'rsatib boraman va boshqa xona gullarini ko'paytirishni ham batafsil ko'rsatib boraman.